Hürmetli vatandaş bugün kilişiyedir bizi başlayımız. Talağı yağmur yağıp da geçirdim bir vatandaşım. Talağı çıkanmadım, andın şavkundan korktum. Kompütnimege kameraya kırvanmasın dedim. Bu öyle çırakla tanışıyordum mu, tanışıyamadım mı bilmem lekin. Bugün sözlerde kalışıyadır bilmem. Ben kulladı leksiya demesem mi? Lekin şundan yakınrak hürmetli vatandaşlar bunun mesela itibar birisler elbette. Bugün Çilsaq 2019 yıl 5. ayının 26. günü hepteki yekşembe biz leksiyalarımızı başlaştırın. Evvelazı Prezident Trump'ın Yaponya'da ziyareti bulup atqallığını sizlerge yetkizimiz. Hem yetkizdi, sizler belki haber tek buldunlar. Ondan keyin biz şunun münasebetli kaldı. Anda Uygurluğa takdiriga münasebetli kaldı. 5. ayının 25. günü Govingoy efendinin yana bir qatımlıq sözlüge leksiyasi bilen sizlerle tanıştırımız. Asası mezmunu bilen, bütün mezmunu bilen tanıştıramayız çünkü siz otqa vaqta biz isimizge eli vağan kısmı bilen sizlerle tanıştırımız vaziyet şu. Vaziyet bugün 5. ayının ahırda degендek Prezident Trump, Amerika Qo'shma Shtatlarining Prezidenti Trump Yaponiyaga ziyoratga 4 yillik ziyoratga yetib keldi. Biz muşlarni davr qilgan holda sizlarga bugun leksiya so'zlaymiz vatandoshlar. Mavzumunda Amerikaning Beijingda turishliq bosh elchisi Branstad Dalay Lama bilan amaliy suhbat qurishga Beijing hukumatiga dalolat qildi. Mavzuda xabar 5. ayının 25. günü Amerika Ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başladi. Washington. Amerikaning Jungoda turishliq bosh elchixonasi 5. ayının 25. günü mundaq ko'rsatdi. Bosh elchi Branstad Beijingning Dalay Lama bilan amaliyat xarakterlik suhbat o'tkazishiga haydakchilik qildi. Bosh elchi Branstad mushayapti Tibet o'ltiraqlashgan Qinghayni Tibetlar o'ltiraqlashgan Qinghayni ziyorat qildi. Hamda Qinghayni ziyorat qildi hamda diplomatlar va muxbirlarning kirish cheklangan Tibetni ziyorat qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijingda turishliq bosh elchixonasi Fransiya muxbiriga yo'llagan ilxatida mundaq ko'rsatdi. Bosh elchi Branstad Jungo hukumati bilan Dalay Lamaning ikki taraf vakillarining har qanday oldingi shart qo'ymay amaliy suhbat ilib berishiga, ikki taraf o'rtasidagi ixtiloflarni tugatishiga, tirishchanlik ko'rsatishiga ilhom berdi. Yoki madad berdi. Bosh elchi yana mundaq dedi. Bosh elchi Branstad ziyorat qilish mezgilida Jungo hukumatining Tibet rahiblarining turmushiga diniy e'tiqod, huquq, erkinligi aralashganligidan ansiraydiganligini bildirdi. Demek 5. ayının 22. günü Amerika Qo'shma Shtatlarining Beijing turishliq bosh elchisi Branstad Tibetni ziyorat qilg'ili ketdi degan edi o'tganda sizlarga bu qatim Qinghayni ham Tibetni ziyorat qildi. Buningdagi asos mazmun nima? Sizlar yuqorida ko'rib yotganlar hurmatli vatandosh, asosli mazmun Amerika nima kechiringlar? Har qanday shart qo'ymay, Amerikaning tashqi siyosatiga tashabbusi shart qo'ymay Beijing hukumatining Dalay Lama bilan suhbat qurishini yoki suhbatni asliga keltirishi to'g'risida Beijing hukumatiga haydakchilik qildi. O'tganda sizlar biz bu xabarni yetkazganda favqulodda vaqt yoki favqulodda bir vaziyat ostida Xitoy hukumati yoki Amerika Qo'shma Shtatlari savdo mojarosi qilayotganmi shundaq bir paytda qanday qilib, qandaqsiga Beijing turishliq bosh elchi Branstad afandining Tibetni ziyorat qilishiga yoki Qinghayni ziyorat qilishiga yo'l qo'ydi degan edi. Hozir bugun uning natijasi sifatida Amerika Qo'shma Shtatlarining bosh elchisi Branstad Jungo hukumatiga haydakchilik qilib suhbatni asliga keltirishni talab qildi.